Qara qizlarning çok kelişi. Aynen, aynen canım kızım. Bak. Manzara küçüğüne de bakın. Hemen kichkinaligi yuralıyor. Juda qiziqlar. Shokoladga soydingizmi? O'zi yana bir ko'radi. Bak. Bak. 7 sinf qizini unashtirishyapti. Voy tavba qildim, astag'firulloh. 7 sinf qanaqa keling bo'ladi? U qanaqa chimildiqqa kiradi? Ota-onasi o'ylamaydimi? Tavba qildim. Tasavvur qilib ko'ring, 7 sinf qiz qanaqa kelin bo'lishi mumkin? Qiz tug'dirdim, qiz katta qildim deb. Inson sal bir qizing katta bo'lsin, qanaqa odamsizlar? Tavba qildim men hozir TikTokka kirdim. TikTokda 7-sinf qizini unashtiryapti. Vobshe kichkina qizda u hali. Qanaqa ro'zg'or qiladi? Mayli ro'zg'or bo'lgan asta-asta qilib ketar. U chimildiqqa qanaqa qilib kiradi u bechora? U hali go'dak-ku, to'g'risida judayam hali kichkina bola nima qiladi? Ota-ona bolasini bunaqa qilib men hayron qolaman. Astag'firulloh deyman, tavba qildim. Qanaqa qilib qizini ravo ko'radi hali 7-sinf. Xo'p, hech bo'lmasa 12ni bitirsin, хотя бы maktabni bitirsin. Maktabni tavba qildim, astag'firulloh. Ota-onasini javobgarlikka tortib yuborishadi. Bekor qilyapti.